Ertalabdan chemodanlarni yig'ib, aeroportga yo'l oldik deb qachondir men ham videolarimni boshlayman. Ungacha ham uborkalarimni ko'rib turinglar. Xullas, va'da qilganimdek hayitga uborka videoyimni qo'yibman. Lekin bu tozalik hayitgacha ham turadi deb aytolmayman. Bugun sal boshqacharoq formatda video qo'yaman. Sizlarga yoqdimi? Yana shunaqa videolar olaymi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Taxmin qilib ko'ringlarchi, shu uborkaga qancha vaqt ketdi. Stoleshnitzamni ustida hech narsa qoldirmasdan shunaqa sredstvalar bilan ko'pirtirib yuvishni yaxshi ko'raman. Bilasizlar, gazimni ham, beshishkalarimni ham shunaqa qilib yuvaman. Reshotkani ochib, ichini yuvishga erindim. Shunga paketga solib yuvitib qo'ydim. Shunda ko'chib tushdi. Eng oxirida rakvinani ham ko'pirtirib, ancha jirlab, pink sredstvalar sepib yaxshilab yuvib oldim. Universalniy sredstvadan shkaflarning ustiga ham sepib, Greenway salfetkamda artib oldim. Ko'p keladigan savollarning bittasiga javob berib ketmoqchiman. Uborka qilayotgan vaqtimda bolalarim nima qiladi? Конечно, mazza qilib uborka qilayotganimda bolalarimga mendan doim nimadir kerak bo'ladi. Shunaqa payt detskiga hamma o'yinchoqlarni yoyib beraman, mazza qilib o'ynab o'tirishadi. Ko'rib turganinglardek yuviladigan ishlarim tugadi. Endi daroshkalarni olib tashlab, yaxshilab shkaflarni taglari bilan plyusos qilib, pollarni artdim va daroshkalarni boshqatdan solib, ustini yana plyusos qilib eng oxirida shunaqa top-toza oshxonaga qarash mazzada. Faqat boshida aytganimdek, bu tozalik bitta ovqat qilishgacha yetadi.